bolalar dangasalik qilmanglar. Amino hardcore ham zo'r rezultat beradi. O'zidan o'zi kelib antarnisi o'ynamang. Nega Amerikada qolmadingiz? Hamma noz. Aqlli gaplar gapiraman. Butun organizmga quvvat berib turadigan katta muskullar joylashgan. Обязательно oyoq tashlash kerak. No pain, no gain bolalar. Yorilib ketsin tomirlar. Oyog'imdan travma bo'ldi. Do'xi yetgan kelib bitta ishlab ko'rsin o'sha. Voy onasingizlar. Assalomu alaykum YouTube kanalimga xush kelibsizlar. Bugun oyoq trenirovka qilaman. Trenirovkadan oldin pumping qilib olamiz. Hareketli bo'lmasa. Tak, bugun oyoq mashqimiz juda ham qiyin o'tadi. Va kardiodan boshladim. Zinada kardio qo'llardim, lekin hozir zinada odam bor ekan, yarim soatda tushar ekan. Shuning uchun begovoy doroshkada yuqoriga ko'tarib qizib olaveraman. Savollarga Instagramdan berilgan savollarga qaytamiz. Vaqtimiz bor, berib o'ting. Tak. Assalomu alaykum. Yana bitta savol tushibdi. Ishdan keyin zalga chiqishni boshladim. Nagruzka bo'lib qolyapti, deyishibdi. Endi to'g'risini aytaman. Erkak kishi butun umr ham tana, ham miya tarafdan nagruzkada yashab o'tadi. Xudo shunday yaratgan, bizning organizmimiz hamma narsaga sekin-sekin o'rganadi. Shuning uchun ishdan keyin chiqdingizmi, endi boshlagan bo'lsangiz davom eting. Nagruzka bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham. Sekin-sekin 1 oy o'tadi, 2 oy o'tadi. Organizm o'sha narsaga o'rganishni boshlaydi, disiplinaga tushadi. Va hech qanaqa nagruzkamiz, naborot sizda o'sha trenirovkaga chiqqaningiz uchun ishingizda ham o'sish bo'ladi, ishingizda ham energiya bilan yurasiz. U energiya siz ishingizga qanaqa yordam beradi? Odamlarni o'ziga tortadi, o'shanaqa energiyada yurasiz. Shuning uchun bolalar dangasalik qilmanglar. Hech qanaqa bahona ketmaydi. Nagruzka har doim bo'ladi. Shuning uchun gazini bosib trenirovka qilinglar. Hammasi zo'r bo'ladi. Tak, amino hardcore haqida so'rashibdi. Sizlarga bitta voqeani aytib beraman. Men yoshligimda o'sha 15-16 yoshlarimda zalga endi chiqqanman, amino hardcore donali sotiladi 5000 so'mdan. Tak, olganman, ikkita olganman 10 mingga, ukam bilan talashib bittasini ukamga berardim, bu payt ikkitani o'zim yerdim. Men o'zgarganman o'shanda, ikkita ona kuniga bitta ikkita cherezni yeganmanmi? O'zgarganman, o'sha miyaga o'sha narsani yeyapman. Silovoyim oshib deb o'ylaganman, ishtaham ko'tarildi, tiqqanman, narsa hardcore ichdimman deb. O'sha yillar o'tib tushundim. O amino hardcore o'zi kuniga 10 ta 15 ta yeyiladigan narsa ekan. To'g'ri, amino hardcore ichida ozgina ximiyasi bor, metani bor. Bolalar aytadi, narsa toshirib yubordi deydi. U narsa toshirib yuborgan nimadan? Siz amino hardcore yeganingizda metabolizmingizni ko'tarib metani borligi hisobiga ishtahangiz juda ham ochaveradi va ko'p pala-parcha ovqat yeb tashlaysiz. Oshqozon, jigar u narsani unaqa katta dozirovka ovqatni ko'rmagan. Hazm qilishga ulgurmay oshqozon buziladi, filtrasidan o'tkazishga ulgurmasdan jigar buziladi va sizlarga narsa toshadi. Shuning uchun amino hardcore ichsanglar ham bo'ladi, faqat правильный питание bilan shakar, yog'li ovqatlar, qovurdoqlarni chiqarib tashlab, правильный питание bilan ichsanglar, amino hardcore ham zo'r rezultat beradi. Tak, yana bitta zo'r savol. Qonsoroy kompaniyasi Arnold Classic'ga borib kelishingizga qancha sarmoya ajratdi? Men yashirmayman, chunki rostdan ham ochish kerak, yordam berishyapti sportsmenlarga. Har bittamizga $5000 pul berishgan. O'sha borib kelishimizga, plus kelganimizdan keyin ham taqdirlab birinchi o'rinlarga 10 ming, ikkinchi o'rin, uchinchi o'ringa menga $5000 berishdi. Shotdan Qonsaroy kompaniyasiga kattakon rahmat aytaman. Juda ham dixaniyam o'tirib qolgan. Trenirovka qilmagan kunlarim yarim soat yugurishim kerak o'zi. Musobaqaga 1 oy qolganda o'zim yugurish mumkin emas. Chunki o'zi ancha yog'ingiz ketib qolgan bo'ladi. Go'shtingizni yeb qo'yish mumkin. Sizlarga bitta zo'r narsani o'rgataman. Hamma oyoq kunida oyog'i boshlab olishga juda ham qiynaladi. Shuning uchun nima qilish kerak? Turni brus ishlab, tepani pampini ko'tarib olasiz va pamp bo'lgandan keyin plotness oshadi. O'zingizdan o'sha nima desam, o'zingizdan motivatsiya olishni boshlaysiz, yurishlaringiz o'zgaradi, trenirovka yoqishni boshlaydi.
Shuning uchun ham oyoq kuni ham men 4 podxod, turniy 4 podxod brus qo'raman. Tepamda zo'r pumping bo'lib o'zimni ko'tarilgan his qilgandan keyin oyoq silovoylarim ham zo'r ketadi, nastroyeniya ham joyida bo'ladi. Maslahat beraman. Buruch ishlaymiz. Arm wrestling o'ynaganimni og'rig'i, sustavlarimdagi og'riq haligacha bor. Haligacha og'riyapti. Yaxshi emas. Bo'ldi. Zalga kelib hamma arm wrestling tushadi. Mana bu yerga yo'li bolalar qiziqib bir-birini. Sizlarga bitta aytaman. Arm wrestling o'zi bitta sport turi. Bu xohlaganingizga o'ynab tashlaydigan narsa emas. Bu sustavlarga juda ham katta anaqa beradi. Nagruzka beradi, juda ham katta travma beradi. Men o'zim bir ikkita shogirdlarim chaqirdi, o'ynadim. Haligacha ikkita sustavim og'riyapti. Bu hali ham menda yengilroq travma bo'ldi. Arm wrestlingda juda ham katta travmalar bor. Bir oylab hech narsa ko'tara olmaysiz, hech narsa qila olmaysiz. Kechasi bilan qo'lingiz og'rib chiqadi, uxlatmaydi. Shuning uchun arm wrestling sport turi. Buni o'rganish kerak. Bu sport turiga kirsangiz, o'zini anaqalari bor, bosqichlari bor, o'shandan o'tish kerak. Shuning uchun trenirovka keldingiz, trenirovkangizni qiling. O'zidan o'zi kelib arm wrestling o'ynamang. Tak. Grudligida biz yoki yog'i borligini qanaqa-qanaqlasa bo'ladi deyishibdi, osilib qolgan deyishibdi. Grudni o'zi mana bitta ushlab ko'rganlaringda bez bo'lsa o'zi qattiq bo'ladi. Kattaligi har xil bo'ladi va qattiq bo'ladi. Yog' bo'lsa yumshoq bo'ladi u. Yog'i grudni mana bu yerda emas, tagida bo'ladi, mana bu yerda bo'ladi. Shundan bilib olsanglar bo'ladi. Iloji bo'lsa doktorga boringlar. Tak, zo'r savol berishibdi. Nega Amerikada qolmadingiz? Hammani orzusi-ku degan. Tak, 15, 16, 20 yoshimgacha ham meni ham orzuyimda Amerikaga borish, Amerikada qolish. Lekin bolalar orzular o'zgarar ekan, almashar ekan. Hozir esa meni orzuyim Mr. Olimpiya. O'sha dunyo bo'yicha bittagina chempion bo'ladi o'sha musobaqada, o'sha chempionlikni qo'lga kiritib, O'zbekiston bayrog'ini yuqoriga ko'tarib, O'zbekistonga bir yangi yulduz olib kirish orzuyimga aylangan. Buni Xudo xolasa birga sizlar bilan qilamiz. Let's go. Trenirovkaga qaytamiz. Amerikaga ham keyinroq qaytamiz. Up. Birinchi razgivanadan boshladim. Up. On beshtadan urib olamiz. Yes. 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 Up. 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 Woo! 3 podxoddan ishlayapman hozir. Keyinchalik musobaqaga yaqinlashgan sari 4 podxod, 5 podxodga ko'taramiz. Hozir правильный питание emas, dam olish vaqtida 3 podxoddan ishlasak ham yetadi bizga. Let's go. Come on. Yes. Tak. Har doim trenirovka vaqtida 2 litrgacha o'ldim deganda suv ichinglar bolalar. Suv ham
yo'qotilgan energiyani qaytarib beradi. Ham o'sha terlab suv yo'qotasizlar. Katta gradusga chiqadi odam. Suv yo'qotgan sari qon quyuqlashni boshlaydi. Suv ichsalaring yana qonlaringiz suyuqlashib, trenirovkaning samarasini pumpingni oshirib beradi. Juda aqlli gaplar gapiraman. Tak. Sumoga o'tamiz bo'ldi. O'zi oyoqni pumpingi vaqti zo'r bo'ldi, ishib ketdi. Sumo tak shtangani to'g'risiga oyoqni burib qo'yamiz. Ketdi. Raz oldik. Oyoq pumping bo'ldi. Chotki. İşte. Og'irlikni oshiramiz. Lekin sekin. Bir taraf 5 kilo kam bo'lib qoldi. Shunsa qilmaydi. Yeah. Woo! Tak. Oyoq muskullari tepaga qanchalik ahamiyatga ega deyishibdi. %100 ahamiyatga ega. Oyoqda hamma gormonal tochkalar, odamning quvvatini, testosteronni oshiradigan tochkalar, hamma o'sha butun organizmga quvvat berib turadigan katta muskullar joylashgan. Oyoq qanchalik ko'p ishlasangiz, o'shancha tepangiz buziladi, kattarasiz. Hozir men bu oyoq tashladim. Oyoqlarim ishdi. O'zimni juda ham bir jostki, plotniy his qilyapman. Uncha-munchasini buzib etgandek his qilyapman o'zim. Shuning uchun обязательно oyoq tashlash kerak. Обязательно. Tak, sushka vaqtida Arnold Taylandga vaqtimda oyog'imdan travma bo'ldim. Jimnagami trenajyorini joyiga qo'ydim deb oyog'imni tashib yubordim, qo'ymagan ekanman, oyog'imga qaytib tushdi. Shuning uchun oyog'im, tizzalarim og'riyapti. Juda ham ehtiyot bo'lish kerak oyoq ishlaganda travmalardan. Butun umr trenirovka qila olmasligingizga olib kelishi mumkin. Shuning uchun ehtiyot bo'lib, oyoqni rastlab razminka qilib, o'sha iloji boricha og'ir veslarda oldingizda ikkita odam yordam berib tursin. Qarab ishlanglar bolalar. Ketdik. Bari. Bir xilla oyog'ini katta qadam tashlab mana bunaqa ishlaydi. Unaqa ishlash kerak emas. Plotniy joyiga tashlanglar, u ishga o'tiringlar. Mana butun mishna nagruska ishlasin, tursin. Mana bu yoqqa tashlaganlardan keyin tizzaga nagruska bo'ladi mana. Tizza ketyapti. Joyiga tashlash kerak, chiroyli o'tirish kerak.
Tak bo'ldi. Oyoq vasi bomba bo'lishib ketdi. No pain, no gain bo'ldi. Og'riqsiz natija bo'lmaydi. O'zbekcha ma'nosi mehnatdagi rohat. Nagruzka bo'lib ketyapti. Bir narsalar deysizlar. Mujik bo'laylik. Nagruzkasiz hech narsaga erisha olmaysizlar. Zalga обязательно o'zi nagruzka qilgan. Mistalarga maksimalni gazni bosib nagruzka qilgani kelyapmiz. Shuning uchun gazini bosib nagruzka beringlar, yorilib ketsin tomirlar. Bu professional sportchi sifatida aytaman sizlarga. Hamma kommentar yozadi-yu, oyog'ingiz zo'r, glutizga ishlang, pressizga ishlang. Dedi-ku. Oyog'im zo'r emas bolalar. Oyog'imni sizlarga kamchiligini aytaman. Oyog'im orqasi kam, kichkina. Oldi yaxshi, sumo, elima bu orqa bitsep, bidro yaxshi emas. Shuning uchun men bu trenajyorni ko'proq ishlashim kerak. Mana bunday gantellarni ko'proq ishlashim kerak. Bu trenajyor shuning uchun 3 podxod emas, 5 podxod ishlayman. Let's go. Og'riqsiz natija bo'lmaydi. Og'ribdi. Kamchiligim ikrani ishlashni boshlayman. Ikraga ishlang deysizlar. Ajransikka og'irlik qo'yib ishlayman. Do'xi yetgan kelib bitta ishlab ko'rsin, o'sha og'irlikni ikraga ishlay oldim. Razminka boshlaymiz. Ketdik. Xudo xohlasa 130 kilo. Ah. 130 kilo bilan 10 ta ketdi. Endi 160 taqib ko'ramiz. Suv beringlar, suv. Suv beringlar. Sizlarda ham shunday bo'ladimi? Bir 4 talar suv oldim bugun. Hech qaysini topa olmayman. 2 ta 3 ta ichaman. Qaytga qo'ygan esdan chiqib ketadi. Bor yangi olib kelaman. Isrof, isrof. Tak 160 kilo bo'ldi, harakat qilib ko'ramiz. Yebari. Yep. Yeah. Voy onasiyimsan. Og'riqsiz natija bo'lmaydi. 160 ko'targanda maksimalni to'g'ri ishlay olmadim. No, yaxshi nagruzka berdik. Endi sal kamaytirib to'g'ri ishlayveramiz. Ajoyib. Ajoyib. Shu bilan bugungi oyoq trenirovkalarimiz tugadi bo'ldi. Instagram pastga belgilab qo'yaman. Agar videolar foydali bo'layotgan bo'lsa, Instagramga podpiska bo'lib, Instagramdan savol-javoblarni berasizlar. YouTube videolarimda savollarga javob beraman. Endi oyoq pampini ko'ramiz. Trenirovkadan oldin bitta ko'rgandik. Ketdik. Tak, oyoq tugadi mana. Oyoq pampini ko'ramiz. Chotki. Orqalari zo'r. Правильный питаниyadan emasman, kursda emasman, o'shanga ham pampi zo'r. Video yoqqan bo'lsa xursandman bolalar, keyingi videolarni ko'rishguncha. Gaz.